imtihonga get ready with me. Bu meni oxirgi imtihonim deyishni xohlagan bo'lardim, ammo oldinda bundan tashqari yana bittasi bor. Aslida men bir marta kiygan obrazimni bir haftada boshqa qaytarmaslikka harakat qilaman, lekin imtihon kuni mana shu kiyimimni men har kuni kiyishga tayyorman. Uzun, hamma joy yopiq, bunda isib ketishim aniq, lekin mana shunaqa katta bo'lgani uchun tagidan shamol o'tadi va eng muhimi qo'llarim kuymaydi. Hech nimani o'ylamasdan oddiy kiyib yurishga juda zo'r. Buni pastiga esa bu bilan har doim kiyiladigan shim bor. Ba'ziviy qorashim. Tayyor oddiy obraz menga ujra yoqyapti. Shunda tufli kiyib ketsa bo'ladi, lekin buni sal qizig'roq qilamiz. Bunga esa bizga mana shunaqa torli naskilar yordam beradi. Naglядный ko'rsatmoqchi bo'ldim, qaysi varianti yaxshiroq. Mana oddiy naskili и naskisiz varianti. Menimcha baribir bu qanaqadir interesni ko'rinyapti. Ozgina shimingiz ko'tarilsa, tutda qo'ying. Bugungi topshiradigan imtihonim fortepianodan bo'lib, oxirgi imtihon hisoblanadi. Chunki keyingi yildan bizda bu fan yo'q. Bunga endi qanaqadir interesni rang qo'shish uchun mana shunaqa ko'k sumkamni olaman. It's so cute. Buning ichiga biz sensuldan blesk hamda qalam solamiz. Provodnoy naushniklar, mist spray. Uje oxirgi joni qolgan mentis hamda pul. Menda shu xolos edi, takkak men notalarim uje yodladim, menga nota keragi yo'q. Shu o'rinda masochim bunaqa qoldirmoqchi emasman, chunki uje mana shu yerda peribor bo'lib ketdi. Buni biz ozgina yig'ishimiz kerak. Sochimni har kuni ukladka qilib yurishga tayyorman, lekin sochim bunga tayyor emas. Chunki shuni dastidan uje uchlari yaxshigina gullab sinib ketyapti. Sumkamga mos krabik. I think it's pretty good. E'tiboringiz uchun rahmat. Menga esa omad tilaylar. Umid qilamanki bu video joylangan vaqt men uje imtihonimni topshirib bo'lgan bo'laman.